tarixda takrorlanishi bir yil bo'ldi. Albatta bu qoyil qolish kerak, tasodif emas. Yanvarda kelib, qisqa muddatda 3 kun muddatda kelib ketgan. Xuddiki bizlar endi talabalarimizni bir haftada borib kelamiz deb reja qilganmiz. O'tgan safar 13 ta talaba kelgan, birinchi potokda, ikkinchi potokda 23 nafar talaba keldi. Ana 25-chi, 30-chi potoklarda ham sanaymiz-da. 20 kun o'tar o'tmasdan 3-chi potokni yana tashkillashtirib oldik. Shu sababdan yildan yilga emas, oydan oyga kerak bo'lsa kundan kunga buni salohiyatlari oshib ketyapti. Yengil uchun o'sha bakalavriatda Tojikistonlik o'quvchilar naqd qilib уже yaqinda viza kelayotgan viza turi eng qiyin viza. Eng chiqishi qiyin bo'lgan viza turi. Lekin nomini necha bunaqa? Oson ekan-ku degan. Oson ekan-ku. Bir, ikkinchisi stikeri kichkina ekan. Qizil pasportlaringdagi vizalaring eng kuchli, ya'ni tekshiruvdan o'tkazadigan davlat tomonidan olingan viza. Yana bir marta vizaga topshirsangiz 5 yillik mulk viza olasiz. Chunki O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabalari shu joylarga kelib, shu yerlarda podkast olsa, biz juda ham xursand bo'lamiz. Bizga javob podkastini olib bersa, o'zini olib berasizlar. Albatta, o'zimizdan aka. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana biz podkastdamiz. Bugungi podkastimizning mehmoni O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti ingliz filologiyasi fakultetining dekani, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dotsent Azamov Yusuf Rajabboyevich bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Taklifimizni rad qilmasdan rozilik berganingiz uchun katta rahmat. Yana aytib o'tishim kerakki, bu podkastimiz Jeju provinsiyasida joylashgan Jeju Milliy universitetida bo'lib o'tyapti va biz 3-potok qisqa muddatli dasturimiz davom etyapti. Yusuf aka, sizga beradigan savolimiz mana shu dastur boshlanish tarixi haqida 2 og'iz gapirib bersangiz. Avvalo bu dasturda endi esingda bo'lsa Mirol bir necha yil oldin loyihasini tuzib birgalikda nimadir qilaylik, o'sha Koreyaga o'zbek talabalarini olib boraylik, birgalikda katta loyihalar qilaylik, talabalarni qo'llab-quvvatlab, iqtidorli talabalarni o'sha ularga bir stimul bo'lsin degan ma'noda tashkil qilish maqsadida bir nechta narsalarni boshlagan edik. Shularning orasida bu loyihamiz ham taklif sifatida albatta kiritilgan edi va loyiha o'sha O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti va o'sha O'zbekistonda joylashgan bir nechta oliy ta'lim muassasalari bilan o'sha Jeju Milliy universiteti hamkorligida tuzilgan o'sha memorandum asosida tashkil qilinishi reja qilingan edi va shu rejalarimiz amalga oshib, mana o'tgan yil 2024-yil loyihaning ilk qadamlarini boshladik. Eslaringda bo'lsa, bu yerda hammamiz ishtirok etganmiz. Birinchi boshlangan loyihada kutilgandan-da zo'r bo'lgan. Albatta, barcha o'sha Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan o'quvchilar, talabalar orasida juda ham bir shov-shuvli natijaga erishilgan. Va albatta buning uchun barcha o'sha oliy ta'lim muassasasi rahbariyati, ustozlarimizga, shaxsan O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti rektori To'xtasin Gulxonjon Madamiyevichga va o'sha hamkor universitetimiz Jeju Milliy universitetiga, bundan tashqari o'sha loyihani boshlab turgan alohida tashkilotchi firmaga rahbariyatiga rahmat aytamiz va Sigerio Go World jamoasiga ham rahmat aytamiz. Menimcha tarixda juda katta loyiha boshlaganmiz. Bu 1 yil ichida mana bugun o'tgan yili eslaringda bo'lsa 26-yanvarda boshlangan edi. Ilk birinchi potogimiz, to'g'rimi? 26-yanvarda kelgan edik. Mana bu yil 3-potogimiz ham 26-yanvarda kelibdi. Tarixda takrorlanishi 1 yil bo'ldi. Albatta bu qoyil qolish kerak, tasodif emas. Chunki birinchisi qanday boshlangan bo'lsa, qadamimiz qolgani ham shunday ketyapti deb o'ylayman. Yusuf aka, o'sha dasturda qatnashuvchi yoshlar esingizda bo'lsa, birinchi dasturimizda 100 kishi O'rta Osiyodan tashrif buyurgan edi. Tojikiston, Qirg'iziston hamda O'zbekiston, bundan tashqari mongoliyaliklar tashrif buyurishgan edi. O'shanda talabalarning reaksiyasi qanaqa bo'ldi bu dasturga? Endi to'g'risini aytish kerak,
Janubiy Koreya bilan O'zbekistonning hamkorligi azaldan yaxshi bo'lgan. Azaldan o'sha O'zbekistondagi joylashgan oliy ta'lim muassasalaridan talabalar juda ham ko'p loyihalarda qatnashgan. Lekin men o'ylaymanki, bu kabi, ya'ni zamonaviy loyihalar endi kirib keldi, chunki odatiy, ya'ni an'anaviy o'qitish, keyin o'sha seminar treninglar tashkil qilib, bir vaqt o'zida nima deydi, boshqa loyiha bilan solishtirganda bu loyihani ajralib turadigan joyi ham madaniyatlar almashinuvi, qisqa muddatda ham madaniyat almashinuvi, ham o'qitish, ham talabani o'sha psixologik va liderlik qobiliyatlarini ochib berish maqsadida qilinganligi uchun ham talabalar buni o'sha ilk kunlarda, eslaringda bo'lsa, o'tgan yil 2025-26 yanvarda kelib, qisqa muddatda 3 kun muddatda kelib ketgan. Xuddiki bizlar endi talabalarimizni bir haftada borib kelamiz deb reja qilganmiz. Yo'lda o'ziga bir kun yo'lga ketgan, 3 kun dastur va bir kun yana qaytishga 5 kunda bo'lgan. O'zimiz ham sezmay qo'yganmiz. Xuddiki Koreyaga kelib, yana srazu nima deydi, rus tilida aytadi, razворот qilib qaytamiz. Lekin o'sha lekin kartchasi qanaqa bo'ladi? Yuton. 3 talabalarimiz, lekin o'sha 3 kundagi nima deydi, hissiyotlari, taassurotlari, emotsiyalari shunchalik zo'r bo'lganligi uchun ham mana 2025 oxirida ikkinchi patok, o'zi yozga reja qilgan edik, ikkinchi patok, keyin mana 3-chi patok bo'ldi. Xudo xohlasa endi nasib qilsa tashkil qilib bersalar, 4-chi patokda o'tkazamiz degan umiddamiz. Chunki har safar patoklar bir-biridan zo'r bo'lyapti-da. Mana o'tgan safar 13 ta talaba kelgan, birinchi patokda, ikkinchi patokda 23 nafar talaba keldi. Albatta talabalarimiz ham eng iqtidorli, eng nima deydi, shu mos talabalarni olib kelyapmiz, harakat qilyapmiz. O'sha har bir patok bir-biridan ajralib turish uchun. Menimcha taassurotlar super. Tan olish kerak juda. Hozir aytib o'tganingizdek 4-chi patok bo'lsa, deyapsiz. Aka, men universitetda bu dasturni tuzish jarayonida o'zim qatnashganman. Takliflarda hammasi o'zimiz faol qatnashganmiz. Bitta yangilikni aytib o'taman. Aynan sizni o'quvchilaringiz, o'zbekistonlik yoshlar, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlik yoshlar uchun hammasiga birdek aytib o'taman. Bu dastur 2005-yilda start berildi. 24 ta taklif kirdi, 25 ta start berildi va 5 yil davomida davom etiladi deb belgilandi. Shuning uchun hech ham xafa bo'lmasdan, hali patoklar ko'p bo'ladi. Bemalol Hali 25-chi, 30-chi patoklarni ham sanaymiz-da. Hali nasib qilsa 30-chi yoki 50-chi patoklarni sanab o'tirisham nasib qilsa, mana shunday podkast qilib ko'pchilik o'quvchilaringiz, talabalaringiz bizga yozadi, savollar beradi. Shunga birgalikda javob berib ketsak juda yaxshi bo'lardi. Keyingi patok qachon bo'ladi degan savol juda ko'p bo'lyapti. Mana kechagi uchrashuvdan keyin o'zingiz bir fikrlarni o'quvchilaringizga o'zingiz yetkazib bersangiz. Albatta, endi bu loyihani nima deydi, o'sha boshida turgan avvalo Mirolim va Mirolimning atrofidagi jamoalar, bu jamoa a'zolari bo'ladigan bo'lsa, lekin Mirolim bilan ham, sen bilan ham birga ishlaydigan professorlar bor, o'sha Milliy universitet, Jeju Milliy universiteti tomonidan o'sha mas'ullar bor, rahbarlar bor. Ular bilan ham biz suhbat o'tkazdik, endi uchrashuv o'tkazib berdilaring, rahmat. Oldin ham hamkorligimiz bor edi. Endi bu samimiy suhbatimiz, mana bu oxirgi nimamiz juda ham bir effektivniy bo'ldi deb o'ylayman, samarali bo'ldi deb o'ylayman. Menimcha shu bahorda yoki o'sha yozga yaqin ayni Jejuda eng zo'r mavsum boshlangan paytga o'sha keyingi patok reja qilinyapti. Va'da berishdi endi mas'ullar. Va shu o'rinda biz ham xudo xolasa endi bu universitetimiz rektori, rahbariyatimiz taklifiga binoan xudo xolasa Jeju Milliy universitetidan ham talabalarni endi O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiga olib borishni reja qilib qo'ydik. Ikki tomonlama loyiha qilish. Bu ham bir qiziqarli bir jarayon bo'ladi deb umid qilamiz. Va bu loyihalar bardavom bo'layotganligiga juda ham men ham xursandman.
talabalar ham xursand, hattoki birinchi, ikkinchi, uchinchi potokda qatnashayotgan talabalar hozirdan keyingi potoklarga ham biz kelaylik deb уже tanish bilish qilishni boshladi. Oldindan aylantirib qo'yayotganlar juda ham ko'p. Oldindan bron qilib. Uzr, gapingizga bo'ldim. Yana bir narsani aralashtirib ketmoqchi edik. Mana bilsangiz, 25-yilni yanvar oyida bu dasturimiz boshlanganmiz O'rta Osiyoga talabalar uchun va shunday e'lon bergandikki, 25-yilni yoz oyida ham tashkillashtirishni shu dasturni. Va qandaydir sabablarga ko'ra bu kechga qoldirildi va 2025-yilni dekabr oyida 29 oyida 29 dekabrdan 25 dekabrdan 2 yanvar. 25 dekabrdan 2 yanvar Yangi yil kutib oldik. yangi yilni shu Koreyada kutib oldik. Tojikiston, O'zbekiston va Mongoliya davlatlaridan Mo'g'uliston talabalari kelishdi va 20 kun o'tar o'tmasdan 3-chi patonni yana tashkillashtirib oldik. Shu sababdan kuzatuvchilarimiz aytishyaptiki, demak bunaqa dasturlarni har oy o'tkazsa bo'lar ekanda deb qiziqishlar juda ham ko'paygan va savollar ketyapti. Keyingi patok qachon bo'ladi? Biz yana qatnashmoqchimiz. Shunaqa savollar bo'lyapti. Shu savollarga oydinlik kiritsangiz, qanday bo'lib bular bunchalik bir oy ichida 2 marta shunaqangi dasturlar bo'lyapti? Albatta bu dekabr oyining oxirida yangi yilga to'g'ri kelgan dasturimiz bu yozda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan dastur edi. Yozda texnik sabablarga ko'ra biz O'zbekistonga tashrif buyurdik va o'shani hamkorlikni kengaytirish maqsadida O'zbekistonga tashrif buyurganmiz. Shuning uchun yoz oyida biz O'zbekistonda bo'lganimiz uchun bu yoqda tashkil qila olmadik. Qaytib kelganimizdan kirishib tashkil qildik. O'sha yoz oyida bo'lish kerak bo'lgan programma dekabr oyi o'tkazildi. Asli reja bo'yicha o'tadigan yanvar oyidagi dasturimiz mana hozir o'tib turibdi. Bu narsa faqat ta'til vaqtlariga belgilangan, ya'ni qishki va yozgi Koreyada qishki va yozgi ta'til vaqtlari bo'lib o'tadi. Bu narsa bahorda bo'ladi. To'g'ri, bahor zo'r fasl, faqat bu yerda talabalar juda ko'p bo'lgani uchun chet ellik talabalarni ham olib kelib, ularni nazorat qilish, ularga dars jarayonlari, nima deydi, master klasslar tashkil qilish sal qiyin bo'ladi, chunki bu yerda professor mutaxassislarimiz dars jarayonida bo'lgani uchun ortiqcha dastur o'tkazishimiz qiyin bo'ladi. Ham bularni yotoqxona bilan ta'minlash qiyin bo'lish sababli faqat ta'til vaqtlarida bo'ladi. Lekin hozir shunday takliflar bildirildi. Yana kechagi uchrashuvdan keyin ham O'zbekistonga taklif qilishdi va bu narsani aprel oyiga rejalashtiryapmiz. Koreys talabalarini O'zbekistonga tashrifini, ya'ni 8-apreldan 12-aprelgacha Jeju Milliy universitetining talabalari O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiga tashrif buyurib, u yerdagi talabalar bilan madaniyat almashinuvi o'tkazish rejalashtirildi. Koreyadagi loyihani O'zbekistondagi versiyasini o'tkazish niyatidamiz. Albatta bu bardavom bo'lishini xohlaymiz. Biz ham bu ishni bardavom bo'lishi uchun har doim toza ishlashga harakat qilyapmiz. Endi bitta narsa borda, bemalol hamma loyiha o'zi hammaga ommalashdi, loyiha hamma kuzatishni boshladi, loyihani auditoriyasi kengaydi-da. Lekin loyihani tagida yotgan maslahatlar ham borda, u narsani ham gapirib o'tishimiz kerak, chunki hozir Shahzod aytgani uchun 2-yanvarda qaytib borganimizda endi Koreya tomonidan, tashkilotchilar tomonidan hech qanday qiyinchilik masalan bo'lmadi desak noto'g'ri bo'lar, lekin 70 ga 30, ya'ni 70% bizni tayyorgarligimiz, ya'ni qisqa muddat oralig'ida elchixona hujjatlar tayyorlashga, viza masalalari, keyin o'sha bilet masalalari va hokazo. Lekin men o'ylayman, bunaqa loyihalarni ja bir oyda emas, sog'intirib qilgan yaxshiroq. Hech bo'lmaganda 3 oy 4 oy oralig'ida qilsak yaxshiroq bo'ladi, chunki Mirolim akalarimiz qiynalamiz. Albatta bundan keyingi dasturlarimizda talabalar sonini ko'paytirish masalasi ham ko'rib chiqildi. Mana shu eslaringizda bo'lsa, yoz oyida rejalashtirgan dasturimizda 300 kishiga o'tkazish rejalashtiriluvchi
edi, lekin texnik sabablarga ko'ra bo'lmaganligi uchun keyin o'qish davomida dasturga tayyorgarlik ko'rdik, chunki dekabr oyi bu yerda o'qish bo'lganligi uchun biz tayyorgarlik jarayonida ozroq qiynaldik. Shuning uchun bola soni yotoqxonada joy masalasi muammo bo'lgani uchun keskin bola sonini kamaytirib turishga majbur bo'ldik. Lekin bu safargi yozda o'tkazish rejalashtirilgan dasturda albatta niyatimizga yetamiz. 300 ta bo'lmasa ham, lekin talabalarimiz kelib ko'rishadi. Soni keyinchalik ma'lum bo'ladi. Hozirda va'da bermaymiz. Formatini kengaytiramiz. Endi nima deydi, loyiha doirasida bo'lgan nima taassurotlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik o'sha o'zini videolari orqali ko'rsatib beryapti, lekin loyihada qatnashgan talabalarning taassuroti uzr, birinchisi o'sha birinchi eslangda bo'lsa lidership bo'yicha o'tkazgan edik. Unda o'zimiz ham bevosita qatnashganmiz. Keyingilarida sal jarayonda ishtirok etganligimiz uchun endi men 3 marta keldim. 3 marta guruhga rahbar bo'lib, lekin har safar talabadan suhbat olib fikr olganda hammasi 100 dan ortiq, ya'ni 100 daraja bo'lsa 100 plus deb baholayapti. Ya'ni 5 plus bahosini beryapti. Bu degani loyihadagi o'ylangan o'sha reja, loyihaning dasturlari mukammal tuzilganda, o'sha eng yoqqan tomoni talabalarimiz. Albatta o'zlari ular bevosita o'quv jarayonidan kelyapti. Kelgandan ularni o'quv jarayoniga tashlamasdan boshida o'sha 1 kun, 2 kun sayohat qilib, milliy madaniyatni ko'rsatib, o'sha Jeju provinsiyasida joylashgan o'sha diqqatga sazovor joylar ko'rsatilganligi, keyin boshqa kunlari o'sha milliy madaniy o'sha koreyscha liboslarni, hanbokni kiydirib, o'sha maxsus o'zi his qilganligi ham va undan keyin orada parallelni obedgacha dars bo'lib, obeddan keyin dengiz bo'yiga borishi, talabalar avtobusda o'sha qo'shiq aytib ketib, turlicha o'yinlar o'ynab o'tkazishi, bu menimcha loyihani yanada zo'r nimasini ko'rsatib berdi deb o'ylayman, darajasini. Yana ham dasturni kengaytirib, dasturga ko'proq narsalar qo'shish kerak. Lekin har dasturda iloji bo'lsa o'sha nima deydi, bir yangilik qilyapsizlar har safar. Ya'ni men ham bilmay qolyapman. Surprizlar davom ettirish kerak, chunki talabalarga ham, qolganlarga ham juda qiziq bo'lyapti. Davom ettirsak zo'r. Mana Yusuf aka, bu galgi dasturimiz sun'iy intellekt bo'yicha bo'lib o'tdi. O'sha haqida ikki og'iz gapirsangiz, bu yerda talabalar nimalarni o'rganishdi va vatanimizga qaytib ketgandan keyin ular qay yo'nalishlarda bu narsadan foydalana oladi? Endi oldingi loyihalarimiz o'sha kelajak liderlari deb nomlanib, o'sha lidershipga alohida urg'u berilgan bo'lsa, bu safargisi o'sha hozirgi zamon talabiga mos bo'lgan mavzu tanlangan. Chunki sun'iy intellekt biz istaymizmi, istamaymizmi, o'sha chekka qishloqlargacha yetib bordi-da. Bu har qanday davlatning eng chekka hududigacha yetib bordi. Sun'iy intellektdan to'g'ri foydalangan har qanday olim bo'ladimi, talaba bo'ladimi, ustoz bo'ladimi, to'g'ri foydalanish va foydalangan inson doimo to'g'ri yutuqlarga, ya'ni aniq yutuqlarga va aniq maqsadlarga erishadi. Chunki o'sha bizni o'zimizda ham, O'zbekiston davlat jahon tili universiteti ham o'sha maxsus sun'iy intellektga moslashgan kafedralar, maxsus sun'iy intellekt bilan o'qitish dasturlari, programmalari, o'sha tilni sun'iy intellektga bog'lab o'qitish metodikalari bo'yicha alohida o'sha jamoa ishlab, shu bo'yicha katta keng miqyosda dasturlar qilinyapti. Va hozirgi sun'iy intellekt bo'yicha o'tkazilgan darslar, berilgan bilimlar talabalarga o'sha qo'shimcha bir bilim bazasiga bir qo'shimcha bir to'ldiruvchi vazifasini bajaryapti. Chunki baribir Koreya tajribasi, Koreyadagi o'sha ustozlar foydalanayotgan o'sha sun'iy intellektdagi maxsus programmalar, dasturlar menimcha o'z samarasini berganligi uchun ham bizni talabalarimizga o'sha narsani berganligini hisobiga ular o'ziniki bilan solishtirib, o'zi o'rganayotgan, o'zi hozir amalda qo'llayotgan. Masalan, sun'iy intellekt deganda ko'pchilik xayolga birdan ChatGPT keladi. Endi lekin
ChatGPT'dan ham boshqa dasturlar, programmalar juda ham ko'pda. Hattoki balki men o'ylayman shu ChatGPT sun'iy intellekt dasturlarining orasida o'zini yo'nalishi bo'yicha nechinchidir o'rinda turishi mumkin, lekin o'zidan-da ko'ra zo'rroq nimalar ham bor bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki bevosita men sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis emasman. Bu yerdan mutaxassislar bilan ham suhbat qilganmiz, shu bir necha dasturlar sanab o'tib ketdi. Endi qiziqish paydo bo'lyapti. Mana bu dasturlarni o'rgansa bo'lar ekan, o'zimizni o'quv jarayonimizga, shu o'qituvchilar foydalanish uchun, universitet professor o'qituvchilari foydalansa ham bo'lar ekan degan tushuncha bilan qaytib ketilyapti. Bu o'sha kelajak avlod uchun, hozirgi kelgan yoshlarimiz, endi Jahon tillari universiteti, O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining talabalari aksariyati o'sha o'zining sohasi bo'yicha, til sohasi bo'yicha, o'zi o'qib turgan soha bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lish kerak. Yetuk mutaxassis bo'lish yo'lida mana shu o'rgangan bilimlari kelajakda baribir qisqa muddat 3 kun 4 kun olgan bilimi men o'ylaymanki juda ham katta foydasi tegadi deb o'ylayman va ular orqali butun bir ular birga ishlamoqchi bo'lgan yoki ular o'qitmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun ham juda foydasi tegadi. Nima uchun buni aytyapman? Biz olib kelgan o'sha 10 ta bolani orqasidan yana bir 50 ta, 60 ta, boringki 500 talab ular o'qitgan yoshlarga foydamiz tegadi. Ya'ni shu yerdagilar foydasi tegadi. Menimcha loyihani asosiy maqsadi ham shu bo'lsa kerak. Kelajak yoshlarning qo'lida bo'lgani uchun biz aynan yosh talabalarni, kollej bitiruvchilarini, litsey bitiruvchilarini tanlab olyapmiz har safar, chunki kelajakda sun'iy intellekt eng rivojlangan soha bo'lganligi uchun biz yoshlarimizni o'sha sohaga o'rgatsak, ular kelajakda o'zidan ortida kelayotgan odamlarga o'sha narsani o'rgatishsa, to'g'ri foydalanishda albatta o'rgatishsa, bu bizni vatanimiz uchun ham, hamma o'sib kelayotgan yoshlar uchun manfaatli bo'ladi degan ma'noda aynan bu galgi dasturimizga sun'iy intellekt mavzusini tanlab olganmiz. Mana dastur davomida ham ko'rishingiz mumkin. Biz faqat bitta universitet, bir guruhga shug'ullantirmayapmiz. Barcha har xil davlatlardan kelgan talaba yoshlar bilan aralash guruh hosil bo'ldi. Ya'ni begonalar bilan ishlash, begonalar orasida o'zini liderlik qobiliyatini shakllantirish va ularga birinchi kundan biz guruhga bo'lib alohida topshiriqlar berganmiz. Ya'ni sayohati davomida, darslari davomida nima o'rgangan bo'lsa, sun'iy intellektdan foydalanib ertaga prezentatsiya jarayonlari bo'ladi. O'zimiz baholab boramiz hammasini mutaxassislar bilan birgalikda va har xil sovrinli sovg'alarimiz ham bor. Bu narsalar surpriz bo'lib turibdi haligacha. Kelgusi dasturlarda ham ilojini boricha zamonaviy kerak bo'ladigan sohalarda mavzular tanlashga harakat qilamiz. Aynan bizlarda bitta narsa boya aytganingizdek takrorlanmaydigan dasturlar ishlab chiqyapmiz. Chunki bu narsani biz 10 kishini o'qitgan bo'lsak, u 10 kishi borib uni vazifasi u yoqda tarqatish va biz keyingi dasturimizda keyingi mavzuni olib uni tarqatish bo'lgani uchun endi bu yerda asosan almashinuv dasturlarda bilim almashinuvi bo'lgani uchun endi bu safar koreyslar bilan birga borganimizda O'zbekistondan nimadir olib kelishga harakat qilishadi bular ham. Bizni O'zbekistonimizda ham olib ketsa bo'ladigan bilimlar bor, albatta ko'rsatib bera olamiz. O'sha narsani ko'rsatish uchun ham aynan Yusuf akaning taklifiga binoan bu narsani ham dasturga kiritdik. Yana bir narsani qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Sun'iy intellekt haqida juda yaxshi gaplar bo'ldi. Sun'iy intellektni keskin rivojlanib ketishiga ham mana bu koronavirus sabab bo'ldi deb o'ylaymiz. Hamma uyda qolgandan keyin shu narsaga talab juda ham kuchaydi, uydan ishlab borish va hozirgi olimlarimizni fikricha 2026-yilning oxiriga borib sun'iy intellekt dunyodagi har qanday insondan aqlli bo'lib yetishar ekan va 27-yilga borib butun dunyodagi insoniyatni aqlidan ham aqlli bo'lar ekan sun'iy intellekt. Bu degani sun'iy intellekt juda ham tez rivojlanib ketyapti. Biz uni o'rganishga ulgurib qolishimiz kerak. Yildan yilga emas, oydan oyga, kerak bo'lsa kundan kunga uni salohiyatlari oshib ketyapti. Biz o'shaning uchun biz ulgurib qolib, o'rganib, uni instrumentlarini foydalanish yo'llarini
juda ham tez vaqtda o'rganishimiz kerak, ulgurib qolishimiz kerak. Chunki taraqqiy topgan davlatlar o'zi buni effektini bilib, o'zi mana Koreyaga o'xshagan davlatlar to'g'ri foydalanyapti. Shuning uchun ham dasturimiz AI ga nima qilingan, juda ham effektiv programma. Yo, shunday endi mana bu nima deydi? Jiddiy mavzular bo'lgandan keyin, lekin loyihani ham bir aynan o'sha mavzu doirasida olib borilayotgan xatti-harakati va loyihani tagida yotgan maqsadlarni ham yaxshida muhokama qilganimiz. Chunki nima uchun aytyapman? Biz asosan o'sha O'zbekiston davlat jahon tili universitetida talabalarni o'sha seleksiya qilish, ya'ni saralab olish jarayonida talaba bilan bitta birma-bir intervyu olinadi, ya'ni suhbat qilib o'tkazamiz. Nima maqsadda boryapsan? Maqsading nima? Yo'nalishing nima? Chunki oldindan o'sha orada eslaringda bo'lsa, orada bir Koreyaga kelish, ketish jarayonlari sal murakkablashib qolib, ya'ni orada munosabatlarga ta'sir qiluvchi kelganlarning omillarning hisobiga ko'p yo'llar vaqtinchalik to'xtatilgan edi. Hozir mana o'sha viza jarayonlarida hech qanday bir to'siq yo'q, qiyinchilik yo'q. Talabalarni saralab olyapmiz, suhbat qilyapmiz, hech qanaqa bir tanish bilish, biron boshqa aralashuv yo'q. Shuni hisobiga ham rahbariyat tomonidan to'g'ri topshiriq berilgan, universitetimiz rektori, rahbariyatimiz tomonidan saralab olish jarayonidan boshlanganligi uchun ham bizga ham maqsad qo'yib yuboradi. Ya'ni maqsad qo'yilgan, talabalar kelib bu yerga shunchaki sayohat yoki aylanib ketish emas, o'zi bilan nimadir olib ketish kerak. Va olib borgandan keyin ular albatta hisobot topshiradi. Kerak bo'lsa o'zini guruhlariga, patogiga, kursdoshlariga darslar o'tib berish kerak. O'sha o'rgangan bilimlarni o'zida saqlab qolmasdan, o'sha dasturga saralab olinganligini mas'uliyatini his qilish kerak deb o'ylayman-da endi talabalar. Endi hamma joyda ham shunday bo'lishi kerak. Ya'ni binary sistemada ishlash kerak. Bitta odam ikkita odamga o'rgatish kerak. Ikkita odam to'rtta odamga, to'rtta odam sakkizta odamga. Shunaqa qilib bilim rivojlanadi. Shunaqa qilib shuni orqasidan loyihalar rivojlanadi deb o'ylayman-da. Va loyihani ham yana bir kuchli tomoni, eslaringda bo'lsa, o'tgan safar endi biz uchun ikkinchi potokda, bu hozirgi potok uchinchi potokda aslida. U 2025 boshida boshlangan. Ikkinchi potokda kelgan bo'lish, shu yangi yilda kutgan potogimiz bor, birgalikda kutgan potogimiz. Endi u juda ham boshqacha bir tarixda qoladigan voqea bo'lgan. Yangi yilda Jeju. O'zim ham masalan shu yoshga kirib, xorijda kutmaganman-da. Bu yerda boshqacha. Endi bizda odatda endi ochiqcha aytadigan bo'lsak, yangi yilda endi bu podkast-ku, to'g'rimi? Bemalol. Jiddiy o'tiribsizlar-da sizlar. Men aytmoqchi bo'lganim, yangi yilda hammamiz bilamiz, odatda dasturxonlar boshqacha tayyorlanadi. Bizda O'zbekistonda bir hafta oldin bozor qilish boshlanadi. Ananasidan boshlab hammasigacha olib, dasturxonda joy qolmaydi-ku endi. Hamma yaxshi niyat qilib o'sha eski yilni kuzatib, yangi yil bundan-da zo'r kelsin, barokatli kelsin, o'sha birdan boshlangan raqam birdan boshlanadi, 365 tugaydi. O'sha birdan boshlangani uchun chiroyli qilib niyat qilib dasturxonlar tuziladi. Lekin Koreyada biz unaqa kutmadik, bilasizlar. Koreyada endi bunaqa o'rganib qolganmiz, olivye yo'q. Koreyacha kutib oldik. Koreyacha kutishni ham o'rgandik. Ya'ni boshqacha taassurotlar bo'ldi. Madaniyat almashinuvi. Shuda haqiqiy madaniyat almashinuvini biz amalda qo'llab ko'rdikda. Ya'ni agar koreyslar O'zbekistonga borsa, ular bizning madaniyatimizni ko'radi. Mana shu bu ham bir gastronomik madaniyat deyiladi. Endi men o'zimning ilmiy ishim shu bo'yicha gastronomik madaniyatda bir qisman talabalarimiz ham ko'rdi. Ya'ni oddiy narsalar bilan ham yangi yilni kutib olish, muhimi o'sha qayerda bo'lib sog'-salomat kutib olishga bog'liq edi. Men nima demoqchi edim? O'sha ikkinchi potogimizda ko'pchilik bolalar, endi buni aytishimiz kerak faxr bilan. Sizlar eslaridan chiqqan bo'lishi mumkin, lekin meni esimdan chiqqani yo'q. O'sha 23 nafar talabamizdan adashmasam 7 tasimi, 8 tasimi nechta edi va Tojikistondan bir nechta o'quvchilar adashmasam shu yerda o'zida bevosita o'sha Jeju Milliy universitetini rahbariyati bilan suhbatda qatnashib, keyingi yil uchun magistraturani, keyingi yil uchun o'sha bakalavriatda tojikistonlik o'quvchilar
naqd qilib уже yaqinda taklifnomalarni olib magistraturaga keladi, ya'ni imtiyozli qabul qilindi. Shu ham bir katta yutuq. Ya'ni bu loyihani ikkinchi bosqichi. loyihada erishilayotgan yutuqlarni eng yuqoriga qarab ketayotgan bosqichlardan biri deb o'ylayman-da. Bu ham bir katta narsa-da. Endi bizlar tashkilotchi sifatida pastda yuribmiz, lekin erishilayotgan yutuq balandda bo'lganidan xursand bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Yusuf aka, o'zingiz ham bilasiz, Instagram, Telegram tingani yo'q, dastur davomida ko'pchilikka javob bera olganimiz yo'q, lekin umumiy qilib javob berib ketaylik. O'quvchilarimiz juda ko'p yozyapti. Qabul qachon? Qanaqa hujjatlar qilinadi? Endi biz bilasiz, qisqa muddatli dasturdan tashqari uzoq muddatli o'qishga o'shdimi? Endi boshlaydi. Bitta qilib qo'ying-da, men o'rtaga. O'shani o'sha qil. Homiylar kelmadimi? Homiylar. Buni notebookda orqasidan kimdir logotip bo'lishi mumkin o'sha. Yo, bizda homiy o'tiribdi. Homiymiz o'tiribdi. Homiyimiz Avazbank. Mana bu yozib qo'yish, bu yerda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin. Qo'shdingizmi? Yoniqmi? Qisqa muddatli tanaffusdan keyin, reklamadan keyin biz yana davom etamiz. Albatta, biz faqat qisqa muddatli dasturlardan tashqari uzoq muddatli magistratura, bakalavr, doktorantura kelyapman degan yoshlarga ham yordam berib kelyapmiz. Mana bir necha 10 yildan beri mana shu yo'nalishda ishlab kelamiz va Koreya universitetlarida o'qimoqchi bo'lgan talabalarni hammasini yo'naltiramiz. Asosan savollar o'sha haqida ko'p kelyapti. Ya'ni qabul qachon bo'ladi, qanaqa hujjat taxlanadi, biz nimalarga tayyor bo'lishimiz kerak degan savollar bo'lyapti. Grant olish uchun nima qilish kerak degan savollar juda ko'plab bo'lyapti-da. O'sha borada ikki og'iz tushuncha berib ketsam, keyin Yusuf aka, siz O'zbekistondagi jarayonlar haqida ozroq qo'shimcha qilsangiz. Endi hozir bitta narsa gaping bo'ldim. Endi men o'sha jarayonni aytsam, keyin u jarayonni davom ettirib yechimini sen aytsang yaxshiroq bo'lar, chunki Albatta. bu ham bir nozik masala, ya'ni muammoli masala, chunki mana endi bakalavr bitirayotgan talabalar odatda bizni oldimizga kiradida, ustoz, men buni topshiryapman yoki mana shu davlatga harakat qilyapman, recommendation letter bera olasizmi, ya'ni tavsiyanoma bera olasizmi, emailingizga xat keladi, emailingizga javob beradi. Biz har doim qo'llab-quvvatlaymiz, hech qanday masala yo'q, lekin bir necha vaqt o'tadi, bir oy o'tadi, 2 oy o'tgandan keyin yana keladi, yana tavsiyanoma bera olasiz. Nima bo'ldi, nimaga unaqa bo'lyapti desam, to'g'ri odamga bormagan, noto'g'ri yo'naltirilgan va o'sha o'zi xohlagan o'sha davlatda, o'sha ya'ni o'zini darajasi bo'yicha oliy ta'lim muassasasini tanlay olmaganda, ya'ni To'g'ri Segerio Go World'ni men ham o'zim o'sha Instagramda kuzataman, sizlarning nimalaringni. Sizlar harakat qilib turib, talabani o'sha talabgorni o'zini darajasidan kelib chiqqan holatda o'sha universitetlarga imtiyozli qabul qilinadimi, grantmi, kontrakt bilan qabul qilinadimi tavsiya qilib boryapsizlar. Va o'sha doim kuzatyapman, balkim atkazlar bo'layotganda atkazni endi hech kim ko'rsatmaydi, lekin men uni endi javobini o'zlaring berib o'tasizlar, nimadir sababga ko'ra bo'ladi. Lekin biz u yoqda ko'rayotgan atkazlarga nisbatan sizlarda atkaz kamroqda, chunki u yoqda ko'pchilik talabalar o'sha atkaz oladi, sababi birinchidan moddiy tomondan sal yengilroq bo'lgan firmani tanlaydimi, qanaqadir nimalari bor men bilmayman. Lekin o'sha jarayonda ham turli xil ko'rinmagan to'siqlar bor, ya'ni sun'iy to'siqlar bor. O'sha sun'iy to'siqlarda ko'pchilik adashib qolib urilib qolyapti. Boshi urilgandan keyin ko'zi ochilyapti. Keyin ko'zi ochilgancha o'sha yana 1 yil yo'qotib qo'yapti. Chunki Koreyada men oldindan o'sha tavsiyanoma berib, ko'pchilik talabalarni qo'limizdan kelguncha qo'llab-quvvatlab, o'sha exchange programmalar bo'ladimi yoki grantlar bo'ladimi tavsiya qilib borganligimiz uchun men bevosita o'sha Koreya, Janubiy Koreyani tizimlaridan ham xabarimiz bor. Mana o'sha qachon ochilib, qachon yopiladi, qachon vaqtida vizaga topshirish, bir kun kech qolsa ham o'sha amalda shunday holatlar bo'lgan. O'sha bir kun kech qolganligi uchun ham talabalar viza ola olmay qolgan. Bir kun kech qolganligi uchun ham o'sha
universitetga kelolmasligini hisobiga откazlar olganlar bo'ladi-ku. Shunaqa narsa bo'lmasin deb turib biz ochiqdan ochiq to'g'risi fakultetimizda ham, universitetimizda ham o'sha kim maslahat so'rab kelsa, to'g'ridan to'g'ri men endi reklama emas, reklama qilganim uchun sizlar menga pul bermaysizlar. Sizlarning firmalaringda yoki o'sha konsalting xizmatlaringda doimo tavsiya qilib kelamiz. Menimcha ishonchli oqlaysizlar, chunki oqlab kelyapsizlar. Lekin o'sha boyagi to'siqlar bor. Aldamchi to'siqlarga aldanib qolayotgan bolalar bor. Xudo xolasa yangilik sifatida ham endi o'zing aytib o'tasan. Bu keyingi yil uchun reja qilyapmiz. Katta qabul jarayonlarini tavsiya qilmoqchimiz. Biz qo'limizdan kelsa qo'llab-quvvatlamoqchimiz. Chunki shaxsan men faoliyat olib boradigan fakultetda ham o'sha aynan Koreyani o'sha top universitetlariga o'zini sohasi bo'yicha kelmoqchi bo'lgan yoshlar juda ham ko'p. Ular hozirdan harakatni boshlagan, endi sentyabr uchun keladi diplomini olishi bilan. Menimcha biz ham harakatni boshlab, to'g'ri yo'naltirsak, shu har bitta talabani orqasida ota-onasi bor, hech bo'lmasa ular duo qiladi. To'g'ri, baribir sizlar konsalting uchun o'ziga yarasha qanaqadir nimalari bor-ku, endi bu tabiiy holda ular chunki ko'chada ham shu ishni qilyapti, lekin orada bir yil yo'qotib qo'yapti-da. Yoki boshqa nimaga tushib qolyapti. Masalan, 6 oylikka tushib qolyapti yoki oddiyroq bir ta'lim muassasasini tanlab qo'yapti deb o'ylayman. Yengil yo'nalish tanlab qo'yapti. Oson borib olaman deb aldanib qolayotganlar juda ko'p hozir. Ko'pchilik men doim bizlarga murojaat qilganlarga individualni har biri bilan ishlaymiz. Koreyaga o'zi nima uchun kelmoqchisiz? Maqsading nima? Hech kimga sir emas. Koreyaga ko'pchilik pul ishlash maqsadida keladi. O'qish vizasi bilan kelib pul ishlaganlik uchun ham keyingi keluvchilarga qiyinlashadi viza olish jarayoni. Ularda hujjat borasida, tekshirish borasida juda ham kuchayib ketgan hozir elchixonada ham. Shuning uchun bizlar elchixona reglamentiga qarab ko'rib chiqamiz. Keluvchilarni hujjatini, maqsadini, hammasini ko'rib chiqib, o'shanga mos universitetga yo'naltirishga har doim harakat qilganmiz. Agar TOEFL yoki IELTS darajalari bo'lsa, biz har doim top universitetlarni maslahat berganmiz. Ya'ni ularda kontrakt juda oz miqdorda to'laydi, ya'ni scholarship olish imkoniyati juda katta bo'ladi. Ularda scholarship qancha yuqori olsangiz, siz moliyaviy tomonda elchixonaga nimanidir isbotlashingiz kerak emas. Chunki universitet bu yerda scholarship bilan ta'minlagan odamga moliyaviy tomondan qiyinchilik bo'lmaydi O'zbekiston tomonidan. Ko'pchilik universitetni noto'g'ri tanlab qo'yapti-da, отказ olib qolgan holatlari ham ko'p bo'ladi yoki o'rtada vaqtida hujjatini topshirmaydi yoki vaqtida viza hujjatlarini tayyorlab bermaydi. O'shanaqa holatlar juda ko'p bo'ladi. Men doim bolalarga aytaman, Koreyaga kelmoqchimisan, birinchi o'rinda koreys tilini o'rgan yoki ingliz tilini o'rgan. Sertifikat olish kerak. Til sertifikati eng muhim rol o'ynaydi. Ko'pchilik hozir til sertifikatsiz ham qilsa bo'ladi-ku deydi. Bo'ladi, lekin uni xarajatiga chidash bor. Ular kelgandan keyin yana til kursini o'qiydi, barchasini o'rganadi. 2 barobar, 3 barobar pul to'lab o'rganadi. Vaqtdan yutkazadi. U haftasiga 5 kun unga koreys tili darsi o'tiladi. U pul ishlab topolmaydi. Lekin u hozirgi vaziyatda foydalanib, O'zbekistonda vaqti sharoiti bor. O'qib, misol uchun Jahon tillari universitetida tilga moslashga o'sha paytni o'zida til sertifikati olishga harakat qilish kerak va murojaat qilsa biz unga o'zi xohlagan dunyo top universitetlari bor Koreyada. O'shalarga yo'naltiramiz va scholarshiplar olib bera olamizda. Shunday. Top mingtalikka kirgan universitetlarni men kuzatib chiqdim. Shu Koreyada juda ham ko'p universitetlar bo'lgan ekan. Uning ichida hattoki nima deydi? Xususiy universitetlar ham bor ekanda. Bu xususiy universitetlar top mingtalikka kirishi demak ta'lim jarayoni to'g'ri tashkil qilinganligi uchun hisobiga-da. Chunki mana viza masalasida, masalan biz mana boshida 13 ta, orada 23 ta, keyin 10 ta. Nechta bo'ladi? 23 ta, 23, 46 ta talabani shu 1 yil davomida biz qisqa muddatli bo'lsa ham olib keldik, lekin viza jarayonida to'liq o'zim qatnashganligim uchun aytyapman. Hamma hujjatlar ishonchli va taklif qiluvchi, eng muhimi, taklif qiluvchi ishonchli bo'lsa, hech qanday masala yo'q. Bironta talabamiz
atkazolmayapti Shahzod. Chunki bizda ham O'zbekistonda o'sha Koreya elchixonasi juda ham qattiq tekshiruvdan o'tkazadi. Albatta taklif qiluvchi tomonidan, taklif qiluvchi muhimi ishonchga kirgan va taklifnoma ishonchli va biz tomonimizdan tayyorlangan hujjatlar ishonchli va O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti rahbariyati o'sha kafolati bilan kelyapti. Men o'ylaymanki, bu narsani yanada rivojlantirib, hozirgi vaziyatdan talabalar unumli foydalanishi kerak. Hozirgi bitiruvchilar foydalanib qolishi kerak-da. Men bir narsani qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Odatdan bunaqa talabalarga viza qancha paytda chiqadi va bizni bu dasturga qatnashgan talabalarniki necha kunda chiqdi? Ularniki Shu narsani aytib o'tsak. birinchi potokni o'tgan yili birinchi potokni biz 13 kunda vizasi. 13 kunda chiqdi, 2 haftaga yaqin atrofida chiqdi. Ikkinchi potogimiz mana yangi yildagi potogimizniki 11 kunda chiqdi. 11-12 kun atrofida chiqdi topshirganimizdan keyin. Eng qizig'i bu oxirgi potogimizniki zo'r bo'ldi. 10 kunga ham bormadi, 9 kunda. Kundan kunga qisqarib ketyapti-da. Albatta universitet Natija yaxshi. haqiqiy ish bo'lyapti, haqiqiy dastur bo'lyapti. Hamma o'zi Yolg'on aralashmayapti. Yolg'on aralashgan yo'q bu yerda. Haqiqiy dastur bo'lgandan keyin elchixona viza beradi, u hech qancha отказ qilmaydi. Soxta hisobotlar. Soxta hisobotlar yo'q. Yuzaki rasmlar qo'yib borilmayapti, haqiqiy faoliyat ko'rsatib borilyapti bu yerda. Keyin o'zi amalda hozir elchixona 3 haftadan 4 haftagacha viza hujjatlari ko'rib chiqiladi, lekin viza berish jarayoni 5-6 haftagacha cho'zilib ketyapti. Ya'ni juda ham ko'p soxta hujjatlar topshiriladi elchixonaga. O'shani hisobiga elchixona viza rad qilishi juda ham ko'p. Shuning uchun hujjatni borini ko'rsatish kerak. Aldamaslik kerak. Bor bo'lsa ko'rsatish kerak, yo'q bo'lsa tayyorlanish kerak o'sha davrga, o'sha jarayonga tayyorlanish kerak. Moliyaviy tomonidan yetishmayapti, 1 yil oldindan moliyaviy tomonini tayyorlab borish kerak. Hujjat, sertifikat so'ralyapti, 1 yil oldindan sertifikatga tayyorlanish kerak. Ertaga qabul ekan deb shoshib birovga borib pulni berib shoshib qolayotganlar juda ko'pda. Keyin отказ olgandan keyin aka yordam qiling deb yozadi-da. Bunaqa payt biz qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Shuni misol uchun keyingi yilga o'qishga topshirmoqchimi, bizga hozirdan murojaat qilish kerak. Biz har oyma-oy unga yo'nalish berib boramiz unga. 3-kurslar hozirdan harakat qilsa juda nima deydi? Fundamentalni boshlagan bo'ladi, ya'ni rejasini. Etapma-etap tayyorgarlik ko'rib borilsa, oxiriga borib akkuratni viza oladi-da. Keyin nima masalan o'sha balkim bizlar kelayotgan viza turi sal yengilroq bo'lishi mumkin, uni men bilmayman. Bizlar kelayotgan viza turi eng qiyin viza turi. Eng chiqishi qiyin bo'lgan viza turi. Lekin nomini necha bu raqamni S3 mehmon vizasi, ya'ni sayohat yo dastur qatnashishi, tadbir qatnashchisi odatda viza berilmaydi bu jarayonda. Ko'p rad oladi, chunki Koreyadan qilingan taklifnomalar soxta taklifnomalar bilan ko'p ishlaydi yoki vaqtincha ochilgan firmalar bilan taklifnomalar yuboradi. Shuning hisobiga bu viza ishonchdan chiqqan viza. Sayohat vizasi bilasiz, O'zbekistondagi Koreya elchixonasi sayohatga viza bermaydi. Lekin o'sha narsani mana universitet bilan birgalikda hamkorlikda hal qilib bordik, tayyorlandik. Bu narsani boshlash uchun 3 yil, 4 yillab takliflar kiritildi, o'rganib borildi. Sistema rejalari tayyorlandi. Mana hozir endi eng oson olayotgan vizamizga aylandi. Endi men nima uchun bu narsani savol berdim? Talabalarning tasavvurida, ya'ni olayotgan talabalar tasavvurida Oson ekan-ku oson ekan-ku bir, ikkinchisi stikeri kichkina ekan. Boshqa davlatlarda bitta varaqni to'ldiradi-ku, bularga stikeri kichkina ekan deydi. Muhimi men stiker emas, muhimi sizlarda boshlayotgan qizil pasportlaringdagi vizalaring eng kuchli, ya'ni tekshiruvdan o'tkazadigan davlat tomonidan olingan viza deb ularda bir motivatsiya beramiz. Endi men noto'g'ri motivatsiya emas, men o'ylashimcha asosli-da, to'g'ri. Aka bir marta Koreyaga ishonchli viza berilganda, siz ishonchni oqlab qaytib ketsangiz, belgilangan muddatda o'zim misolda ketsangiz, sizga keyingi safar viza juda ham tez chiqadi.
Ya'ni o'qishga topshirasizmi, nimaga topshirasiz? Ular bir marta ishonch berdi, siz ishonchni oqladingiz, keyingi safar ular albatta ishonch beradi. Bazada turadi-da. Men Albatta. o'zim mana 1 yil ichida 3 marta viza oldim. 3 marta kelib ketyapman-da o'zim. Bir necha vizalardan foydalanib. Siz yana bir marta vizaga topshirsangiz 5 yillik multiviza ola olasiz aka. Bo'ldi. Nasib qilaverasan. Albatta dasturlarimiz davom etadi. Kelgusida ham biz Yusuf aka bilan birgalikda ishlashga misolcha tayyormiz har doim. Siz qo'llab-quvvatlasangiz, biz tomon har doim qo'llab-quvvatlagan bu narsani. Endi mana bitta narsa endi balkim sal yakunlash arafasida endi kech bo'ldi kuni. Balkim nimada kun davomida dasturimiz bo'lgan, ertaga ham davom etadi dasturimiz. Odam charchaydi. Lekin mana bu hozirdan harakat qilayotganligimiz mana magistratura talabalarini qo'llab-quvvatlash uchun bu jarayon boshlangan. Bu ham bir yangi loyiha sifatida kiritilyapti. Ya'ni xohlasa universitetlarda nimasini ham berishga tayyormiz. Deb o'ylayman-da endi mana har doim tayyormiz. birovlar bilan gaplashib, har doim shu narsani gaplashib yurganimiz uchun o'tgan yil ham ko'p bir necha talabalarimiz tavsiya qildik, ko'pi qatnashdi, ko'pi yurtga keldi bitiruvchilarimiz. Bu yil ham mana harakat qilmoqchi bo'lganman ijtimoiy tarmoqlarda menda ko'radi, sizlarda ko'radi, hammamizda ko'radi. Xohlovchilar bo'lsa mana ishonchli Albatta. konsalting xizmati bilan foydalangan holatda живой natijalarni ko'rib kelgan yaxshi deb o'ylayman magistraturaga. Chunki Koreyani magistraturada o'qishni bir paytlar ko'pchilik orzu qilganda, biz o'zimiz ham shuni orzu qilganmiz. 2006-2010-yillar bakalavr o'qigan bo'lsak, har kuni aytib berdim-ku, har kuni internet kafe yonimizda bo'lardi. Universitetni yonidagi internet kafeda o'sha hozir kuzatadiganlar biladi. Literaturning hududida yonida hozir oshxona bo'lib, magazin bo'lgan, u magazin joyida biz o'qigan paytimiz hozir balkim kursdoshlarimiz ko'rsa ham eslaydi. Internet kafe bo'lardi. Internet kafega kelib, har kuni men qaysidir oliy Amerika, Angliya, qaysidir xabar yozardim-da. Keyin bu kuniga kelib xabarlar tekshirardim. Natija bo'lmasa yana yozardim. Shunaqa qilib izlaganmizda, lekin taqdir balkim o'zimizda nimamiz, darajamizni hisobiga balkim natija bo'lmagan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Tan olishga, lekin hozir imkoniyatlar eshigi albatta O'zbekistonda muhtaram yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan oqilona siyosat, o'sha yoshlarga qaratilgan imkoniyat, yoshlarga berilayotgan imkoniyat, yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadi har doim prezidentimiz yoshlar bizning kelajagimiz. Siz masalan bizga o'sha sizlar talabalarga xizmat qilasizlar. Talabalarga qo'llab-quvvatlash uchun siz xizmatchisiz degan tushunchani singdirib, yoshlarni qo'llab-quvvatlaylik, ko'taraylik degan ma'noda qilinayotgan ishlar endi samarasini berib juda ham bu yoqda mana yoshlar agentligi tomonidan katta loyihalar qilinyapti. El-yurt umidi tomonidan katta pullar, mablag'lar ajratilyapti. Shularga biz ham o'zimizni kichkina hissamizni qo'shib 5 nafar bo'lamiz, 10 nafar bo'lamiz, 50 nafar bo'lamiz. O'sha magistraturaga talabalarni o'sha imtiyozli qilib tavsiya qilsak, yordam bersak, menimcha to'g'ri yo'nalish tanlashga yordam bersak, u kelajakda bizga to'g'ri manfaatli kadr bo'lib yetishadi. shunday. Shuning uchun biz ham doim aytamiz, ko'p sonli bola hujjat qilmaymiz. Har doim ham biz sifatli o'qiyman degan niyati borlarni natija qilamiz. Ya'ni ular bizga davlatimiz uchun har doim kerakli kadr yetishtirish. Men o'zim misol uchun Yusuf aka, o'zim ham sizdan tavsiyanoma olganman. O'qishga kelishimda 2016 yil. o'zingiz yo'naltirgansiz Koreyaga, bo'lmasa meni hayolimda ham Koreyaga kelaman, o'qiyman degan narsa. Ayniqsa Cheju provinsiyasiga kelib, mana maslahatlaringizni olib, to'g'ri yo'nalishga tushib, o'sha siz bergan yo'nalishlarda davom etib ishladik. Mana hozir shu darajaga yetib kelibmiz. Chejuda o'tirib podkast olish darajasigacha. Bu yerda juda ko'p bosqichlar bo'lgan. Endi kelajakda ham bunaqa jarayonlar ko'p bo'ladi. Birgalikda, hamkorlikda ishlaymiz. Maslahatlaringiz, takliflaringiz bilan har doim qiziqib, shug'ullanib, nimadir yangilik qilishga harakat qilamiz. Bizni kuzatuvchilarimiz ham bu narsadan ko'rib, to'g'ri xulosa chiqarib, bizlarga agar havas qiladigan darajada bo'lsak, havas qilib, bizni izimizdan kesib, biz har doim qo'llab-quvvatlaymiz ularni.
keyingi safar balki O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabalari shu joylarga kelib, shu yerlarda podkast olsa, biz juda ham xursand bo'lamiz. Bizga javob, bizga javob podkastini olib bersa, biz eng qo'limizdan kelgan hamma ishni qilibmiz, kimgadir manfaatli ish qilibmiz deb doim xursand bo'lamiz. Endi Yusuf aka, mana 1 soatga yaqin suhbatlashdik, yaxshi mazmunli suhbat bo'ldi. Siz bilan hali suhbatlarimizni davom ettiramiz. Shu yerda podkastimizni yakunlasak, o'zingiz bir chiroyli qilib yakunlab bersangiz. Avvalo rahmat taklif uchun. Bunchalik qo'llab-quvvatlab, bizni qo'llab-quvvatlab, biz qo'limizdan kelguncha o'sha talabalarimizni tavsiya qilib, qo'ldan kelguncha albatta universitetimiz rahbariyati, ustozlarimiz tomonidan shunday joylargacha kelishgacha nasib qilgan ekan. Men o'ylayman, hammaga nasib qilsin. Sayohat qilish kerak, dunyo ko'rish kerak, bilim olish kerak, harakat qilish kerak. Doim o'sha yoshlar o'zini ustida ishlab, harakat qilib, mehnat qilsa, mehnat qilgan odam har doim ajalib boradi, jamiyatda ham ajraladi, o'zini ko'rsatadi, har doim yutuqlari boshqalarga natijasini ko'rsatib beraveradi. Shuning uchun sizlarga ham ishlaringizda omad, Jeju Milliy universitetiga, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti nomidan rahmat aytamiz. Loyihalarimiz davom etsin. Ishlaringda muvaffaqiyat. Mana Tojikiston bilan ham hamkorligimiz zo'r bo'ldi. Mana hozir Qozog'istondan kelgan nimalar, o'sha Qozog'iston Milliy universiteti Al-Farabiy nomidagi ular bilan ham mana loyiha doirasida hamkorlikni kengaytirish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, tajriba almashish bo'yicha ularda ham filologiya, ingliz filologiyasi bor ekan, o'sha sharq filologiyasi fakultetlari bor ekan, ular bilan ham kelishuv qildik, ya'ni birlamchi kelishuvdi. Endi universitetga borib, rahbariyat bilan kelishib, maslahat qilib, memorandumlar tuzib, balkim qo'shma loyihalarni 3 ta universitet birgalikda har xil loyihalarni yana qilishimiz mumkin. Shuning uchun hammasi uchun rahmat aytaman. Xudo xolasa 4-chi kelganimizda ham yana podkastni davom ettiramiz, ikkinchi qismini. Balkim O'zbekistonda aprelda qilarmiz podkastni, lekin mana shu loyihada qatnashgan barcha talabalarga albatta to'xtab qolmaslikni va bu yerda olib ketgan loyiha doirasida olgan bilimlarini qaytib borganda to'g'ri foydalanishini tavsiya qilib qolaman. Menimcha hali ko'p bunaqa yaxshi ishlarni qilamiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Katta rahmat aka. Vaqtingizda emasdan mana kech bo'lishiga qaramasdan kelib o'tirganingiz uchun Shahzodbekka ham katta rahmat. Mana shunday podkastni tashkillashtirgani uchun mana kadr ortida Orifjon ukamiz, bizni mobilografimiz va o'zimizni shogirdimiz o'zimizdan kelyapti. Juda xursandmiz. Avazbek aka bor, mana bizni moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlaydigan har doim katta rahmat aytamiz. Sizlar ham Koreyaga kelinglar, Koreya tajribasini olinglar va vatanimizga kerakli kadr bo'linglar deb qolamiz. Nima maslahat bo'lsa biz tayyormiz qo'llab-quvvatlashga har doim. Sizlar muhim yutuqlarga erishinglar. Endi taklif qildilaring, lekin to'g'risi endi ujinam olib berasizlar, Albatta, o'zimizdan aka. Qoni boshib ketdi. O'chiring. Yana bir qo'shimcha qilmoqchiman. Ayting mayli. Sizlar tomonidan ham biror taklif nimalar aytsam? Yo, taklif va savollar bo'lsa, keyingi podkastlarimizda javob beramiz. Bemalol kommentariyalar. Mayli bir urishmaydi yozib ketsanlaring. Sizlar tomonlaridan ham biror taklif va savollar bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Kelgusi suhbatlarimizda biz albatta javob beramiz va shu mavzularga to'liqroq to'xtalib, yanada batafsilroq yoritib berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boring. Jarayonni tabiiylashtirish kerak. Uyg'unlik. Kamerachi. Postanovkachi. Hamma operator, postanovkachi. Ammo nima ish qo'ydik, reklama qilamiz. Homiy bo'ladi. Endi bu bola vaqtida bo'ynab qo'yib yubordim deysiz-da. Bir narsa desa. To'liq aytaman. Nimachi? Reklamani olib qo'yaylik.
Ko'rmayapti. Kurtgan olish kerak. O'tgan ko'rinmayapti. Unisi ko'rmayapti. Bizni podkastimizni rivojlanishi uchun reklama zarur. Sen PhD. O'shatdan. Ingliz filologiya fakulteti. Demak, Dekanatingda. Yana bir marta assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun yana podkast olyapmiz. filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori. Filologiya fanlari doktori desang, DS bo'lib ketib qoldi. Bo'ladimi? Kichik ko'ryapman. Yo'q, kichik detallarni. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana biz podkast